operatsiya bo'lgan bemor gemoroy bavasul kasalligi bilan 3-4 darajali qon oqish asorati bilan kelgan gormonik apparat yordamida maloinvaziv yo'l bilan operatsiya bo'ldi. Bu kasallar asosan bir kun kasalxonada yotadi. Endi bu gemoroy kasalliklarini, ya'ni bavasulni operatsiya qilishda hamma uning darajalariga e'tibor etish kerak. Birinchi, ikkinchi darajasida qaysi yo'l bilan operatsiya qilish, 3-4 darajasida qaysi operatsiya qilish, uni operatsiya oldidan uni aniqlab olish kerak. Chunki ularning hammasiga bir xil operatsiya qilish mutlaqo mumkin emas. Chunki ulardan keyin ularda asorat bo'ladi, pektinoz degan orqa chiqarib teshigi torayib qoladi, kuchli og'riq sindromlari bo'ladi, boshqatdan qon yeydi va shunga o'xshagan asoratlar kelib chiqadi. Shuning uchun bu kasalliklarda differensirovani podxod qilish kerak. Har bir kasalga individual kasallik darajasiga qarab. Agar hammasiga bir xil operatsiya, odamlarda shunday tushuncha bor, hammasini shu lazer bilan kuydiriladigan, bu mutlaqo noto'g'ri. Noto'g'ri tushuncha, noto'g'ri ish hisoblanadi. Shuning uchun gemoroy kasalliklarini operatsiya qilganda, yana bir marta aytaman, ularga darajasiga qarab differensirovani podxod qilish kerak.